Shunaqa narsalar kiyib o'sinib, erini o'ziga qaratib olganda. Mana narsa zakaz qilishim kerak. Nimalardan zakaz qilsamikin? Binoar body, masajli masala, intim vazelin dedimi? Ha, mana shunaqa narsalar kiyib, erini o'ziga qaratib olib 17 oldirib oldi deb. Bu megajim. Hali qarab tur. Mani erim trekker olib beradilar. Sen 17 olgan bo'lsang. Zo'rlaridan zakaz qiling. Xo'sh. Hadicham shopping dedimi? Hozir topamiz-da. Mana shu profil bo'lsa kerak. Nomeri ham bor ekan. Kechqasiga yozamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz o'zingiz? Charchamayapsizmi? Assalom. Menga shunaqangi chiroyli narslaringizdan kerak. To'lovi klink orqali, naqd orqali farqi yo'q. Sizga qanaqasi qulay bo'lsa, bizga ham xuddi shunaqasi qulay asalim. Qarang, menga berasiz 2-3 xil bodidan, qizil ranglaridan bo'lsa, iloji bo'lsa. Keyin 5-6 xil pinoaringizdan bering. Hozir skidka qilayotgan ekansiz. Keyin mayka shortingizdan ham bering. Mana bitta Victoria's Secret yozilgan ekan. Razmerim 52 razmer. Xo'p, intim vazelin berasiz, masajni masla berasiz. Masaj bo'lib ketdim. Ozgina hayajonlandim. O'sinim sizdan narsa olgan ekanlar. Menga hozir telefon qilib maqtandilar. O'sinim eri shunaqa narsalar kiygani uchunmi 17 Pro Max olib berdi. Meni erim trekker olib berish kerak. Shunaqangi zo'r feromoningizdan bering. Trekker oldirib oling. Assalom. Sizni duo qilib o'taman. Hali erimga trekker oldirmasammi? Siz nonni tog'orani vannada yurgan bo'lasiz. Ojonga chiqib aytib beraymikin, faqat mullakam topgan pullarini rasxod qilib o'tirganlar uchun. Yo'q, mayli. Menga ham dastavkam kelsa o'sinimga maqtanaman. Bir ichini yondiraman.